هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Duhan tefsiri 38. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dehtanlığa İbn Kethir Rahimullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Duhan suresi 38. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Asmanlarını, zimini ve ulanın arasındaki nesillerini oynap, yani bekarga yaratkanımız yok. Ulanı biz fakat hak yarattık ve lekin insanların tolusu bunu bilmeydi. Batıl bilen hakni ayrıydıgan gün, yani kıyamet günü insanların hemmisinin hesabı üçün tayinlengen vakttir. U günde dostqa hiç nəsiga asqatmaydı. Ula yardımgımı erişelmeydi. Fakat Allah rahmet qıyğan kişi bunundan müstesna. Allah hakikaten galiptir, nihayeti mehribandır. Dünyanın hikmet üçün yaratılganlık doğrusida. Allah Teala bu ayette özünün adaletinden, özünün behude, bekar ve batıl işten pak ikenlikinden haber kıldı. Allah Teala bu vakti mındaqdaydı. Asmanni, ziminni ve ulanın arsadaki şeylerini bekar yaratmadık. U, yani ulanı bekar yaratılgan dep qaraş, kafirlanın gümanıdır. Kafirlağı dozaqtın vay. Ey insanlar, bizni sizler özəңlarını bekar yarattı, bizni sizler özəңlarını bekar yarattı, yani sizler bizni hayvanatlarını yaratqanımızdek, biz hiç qandaq savabını bəməydiğən, cəzamı bəməydiğən qılıb yarattı. Özəңlarını bizning dərgahimizga qaytırılmaydı, dep oylamsizlar. Hak padişah Allah üstündür. Onundan başka hiç ilah yoktur. Allah uluq erşinin Rabbidir. Batıl bilen hakni ayrıydığan gün, yani kıyamet günü, insanların hemmisinin hesabı üçün tayinlengen vakttir. O günde Allah Teala bütün insanların arasını ayrıydı. Kafirlarını azaplaydı, müminlerge savab verdi. İnsanların hemmisinin hesabı üçün tayinlengen vakttir. Yani o vakitte Allah Teala ulanın evvel kısıdın tatip ta ki ahirgice hemmisini yığdı. O günde dostqa hiç nəsiga asqatmaydı. Yani tuqqanğa hiç payda yetküzelmeydi. Bu vaxtda Allah Teala mındaq degen. Sur çilingan günde ulanın arasındaki tuqqançılık mevcut bolmay qalıdı. Bir-birinin ahvalını mı soraşmaydı. Her adam öz hali bilen bolup qalıdığanlık üçün dostudun körüp durup hal sormaydı. Yani qarindişini öz köz bilen körüp tosumu onundan hal sormaydı. Ula yardımgımı erişelmeydi. Yani tuqqan yeni bir tuqqanağa yardım kılalmaydı. Onunla başka birisinden mi yardım kelmeydi. Fakat Allah rahmet qıyğan kişi bunundan müstesna. Yani şu günde insanlığa Allah Teala'nın rahmetinden başka hiç menfaat yok. Allah hakikaten galiptir, nihayeti mehribandır. Yani Allah Teala galiptir ve rahmeti nihayet kendir.
Zakkum dərixi həqiqətən günahkarlarının tamıqıdır. O eritilgen mistek kızıqdır. O qosaqlarda qaynaq sudek qaynaydı. Dozaqqa maikil pəriştilərə onu tutup söyrəb dövzəqnin otursıq elib berinlar, andın onun beşiği qaynaq su quyunlar, qaynaq su quyub azaplanlar deyildi. Onunğa xarlaş və məsxir qilish yüzüdən bu azapını tetiğən, sen hakikaten izzetlik, uluq zat idin. Bu azap hakikaten hayat vaxtınlarda sile şeklengen nesidir deyildi. Müşriklarning qiyomat kunidagi hali va ularning azobga duchor bo'ladiganlik to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda o'ziga uchrashishni inkor qilgan kofirlarni qandoq azoblaydiganligini bayon qilib mundaq deydi. Zakkum darhi haqiqatan gunohkorlarning, ya'ni söz hareketide günah işligen kafirlarning tamıqıdır. Bir qancha kishilar u gunohkor Abu Jahildan iboratdir dedi. Uning bu oyatning hukmiga kirdiganligiga hech qanday shak yo'q. Lekin bu oyat uningga xos bo'lmasdan, balki qilmishi Abu Jahilga o'xshagan har qanday kafirga umumiydir. Mujahid agar u daraxtning suyidan zaminga bir tomchi timib ketsa, ahli zaminning yemek içmekini elbette yigisiz qilib buzib etgan bo'ladi dedi. La ilahe illalloh Muhammad Rasul. U eritilgan mistek qiziqdir. U haroratining qiziqligidan qo'saqlarda qaynaq suvda qaynaydi. Dövzaqqa muakil pəriştilərə onu tutub söyrəb dövzaqның oturısıq elib berinlar, andın onun beşiği qaynaq su quyub azaplanlar deyildi. Allah Teala zaban ilağa, yani dövzaqqa muakil pəriştilərə onu tutunlar desə, onu tutqılı uladın 70.000 zabani yuguruşub kelidi degan rivayet bayan qılınğan. Onu tutup söyrəb dövzəqnin oturısıq elib berinlar. Bu vaxtda Allah Teala mındaq degen. Ularning başları üstüdən yuqori hararetli qaynaq su quyuldu. Onun bilan ularning iç bağrı və teriləri eritildi. U mundaq bo'ldi. Pəriştilər kelib onu tömür toqmaq bilan urdu. Toqmaq onun arqa minisidən tüşk açıdı. Andın onun beşi üstüdən yuqori hararetli qaynaq su quyuldu. Su onun bədəniga eqib kirdi. Şunun bilan onun qarnidagi uchaylarni eritib, sho'rpiq aylantirib, onun ikki g'o'shqidan chiqirdi. Allah Teala bizni o azapdan öz panahida saqlasın. La ilahe illalloh Muhammad Rasulullah. Onunğa xarlaş və məsxir qilish yüzüdən bu azabını tetiğən, sen hakikaten izzetlik uluq zat idin, yani zabanilərə məsxir qilish və malamet qilish yüzüdən günahkarlığa o sözünü qılınlar deyildi. Zəhhak İbn Abbas radiyallahu anhumanın bu ayetini sen izzetlikmi, uluq zatmı əməzsən? Sen izzetlikmi, uluq zatmı əməzsən? Deb təfsir qılğanlığını rivayet qılğan. Bu azab həqiqətən hayat vaxtınlarda silə şəkləngən nəsidir deyildi. Bu vaxtda Allah Teala mındaq deyildi. O gündə ular dövzaqqa qattiq ittirildi. Ularga mana bu silə yalğanğa çıxarğan dövzaqdır deyildi. Ularga közlərinlər bilan körüb turuyatqan bu azab sehirmi yoki silə köymey vatamsizlar deyildi. Taqvodarlar haqiqatan bexatar joyda bo'ladi.
bağlarda, bulaqlarning orasida bo'ladi. Ular qalin yupqa ipak kiyimlarni kiyib bir-biriga qarab o'ltirishdi. Ularni turli hurmatlar bilan mushundaq ikrom qildik. Shahlo ko'zliq hurlarni ularga jup qilamiz. Ular jannatda mayda ig'irlashish va kasalliklardan amin bo'lgan holda xizmatchilardan hamma mevalarni keltirishni talab qiladi. Ular ilgiriki, ya'ni dunyodagi o'limdan boshqa jannatda hech qanday o'limni tetimaydi. Allah ularni devzaq azobidan saqlaydi. Bu Rabbingning marhamatidandir. Bu zo'r muvaffaqiyatdir. Ularning va'z nasihat elish uchun Qur'onni sening tiling bilan osonlashtirib berdik. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularga tushadigan azobni kutgin. Shubhisizki ular sening halok bo'lishingni kutguchidir. Taqvodorlarning jannatdagi ahvoli va ular bahriman bo'ladigan noz ne'matlar to'g'risida. Alloh taolo badbaxt bandalarning ahvolini bayon qilgandan keyin uningga ulabla baxtli kishilarning ahvolini bayon qilishga boshlab mundaq deydi. Dunyodagi chog'larda Alloh taologa taqvodorlik qilgan taqvodorlar oxiratda haqiqatan bexatar joyda, ya'ni jannatda bo'ladi. Jannatda ular o'limdan, jannatdan chiqib ketishdan, har qanday qayg'u hasratdan, qo'rqinishdan, jafo mushaqqatdan, shaytonning hili-mikridan va boshqa mushkulchiliklardan, musibatlardan xotirjam holda turdi. La havla va la quvvata illa billah. Bağlarda bulaqlarning orasida bo'ladi. Bu ana shu tamiqi zaqqum darixi bo'lgan, ichidig'ini yuqori haroratli qaynoq suv bo'lgan kofirlarning aksicha mu'minlarga berilgan mukofotdir. Ular qalin yupqa ipak kiyimlarni kiyib, ya'ni ichki kiyimga o'xshagan ipak kiyimlarni, qalin ipakdan to'qilgan chiroyli ko'zni qamashtiradigan ipak tonlarni kiyib, taxtlar ustida bir-biriga qarab o'ltirishdi. Ya'ni ulardan hech odam boshqa biriga oqsin qilib o'ltirib qolmaydi. Ularni turli hurmatlar bilan mushundaq ikrom qildik. Shahlo ko'zlik hurlarni ularga jup qilamiz. Ya'ni bu mukofot bilan birga ularga chiroyli xotinlarni, erlaridan ilgari ularga hech inson va jin yaqinchilik qilmagan shahlo ko'zlik hurlarni jup qilib beramiz. Go'yo ular suzuklikda yoqutdir, oqliqda marvoyitdir. Yaxshi ish qiluvchi faqat yaxshi mukofotga erishadi. Ular jannatda tugab qilishidan, berilmay qilishidan amin bo'lgan holda xizmatchilardan hamma mevalarni keltirishni talab qiladi. Ya'ni ular turli mevalardan qanchalik talab qilsa, ular talab qilgan mevalarning hammasi ularga hozir qilindi. Ular ilgiriki, ya'ni dunyodagi o'limdan boshqa jannatda hech qanday o'limni tetimaydi. Ya'ni ular jannatda o'limni mangu tetimaydi. Bu vaqtda Imom Buxoriy va Muslim payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. O'lim yungiga oq kirib qolgan qar qo'shqa suratiga kirgiziladi. Ondan u jannat bilan davzaxning orasida to'xtatilib bo'g'izlanadi. Ondan ey ahli jannat, mangu hayot qilinglar, o'lish yo'qdir. Ey ahli davzax, mangu hayot qilinglar, o'lish yo'qdir deyildi. Abdurrazzaq, Abu Said va Abu Hurayra radhiyallohu anhumadan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Ahli jannatga sizlar haqiqatan davomli sog'lom bo'lsizlar.
hergiz kesel bolup qolmaysizlar. Sizlar haqiqatan mangu yashaysizlar, hergiz ölmeysizlar. Sizlar haqiqatan mangu noz ne'matdan bahramand bo'lasizlar, hergiz jafo chekmaysizlar. Sizlar haqiqatan yoshlik holatinglarda tursizlar, hergiz qiymaysizlar deyiladi. Bu hadisni Muslim rivoyat qilgan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Kim Alloh taologa taqvodorlik qilsa, jannatga kirdi. Jannatda turli noz ne'matlardan bahramand bo'ladi. Jafo chekmaydi. Jannatda mangu yashaydi. Hergiz ölmaydi. Kiyimleri çirimaydi. Yoshlik bahori ketmaydi. Allah ularni dovzax azobidan saqlaydi. Ya'ni Alloh taolo ularga mangulik katta ne'matni in'om qilish bilan birga ularni dovzaxning qa'ridagi qattiq azobdan saqlaydi. Uningdan salomat qiladi, qutqizadi va yiroq qiladi. Ularning talvini qondirdi. Dahshatlik qo'rqinishdan saqlaydi. Şuna g'olib va buyuk Alloh taolo mundaq deydi. Bu yer Rabbingning marhamatidir. Bu zo'r muvaffaqiyatdir. Ya'ni bu faqat Alloh taoloning ularga qilgan marhamati va yaxshiligidir. Bu vaqtda Imom Buxoriy payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Yaxshi ishlarni qilinglar, to'g'ri yo'lga meninglar. To'g'ri so'zlanglar ve o'ttirhal yo'l tutinglar. Bilinglar ki, birer odam o'z amali bilan hergiz jannatga kirolmaydi. Buni anglagan sahobalar, ey Allohning payg'ambari, senmi o'z amaling bilan jannatga kirolmamsan deb so'raganda payg'ambar alayhisalom, menmi kirolmayman, faqat Alloh taolo meni o'z rahmati va fazli bilanla jannatga kirgizadi deb javob bergan. Ularning va'z nasihat elishi, ya'ni tushunishi va bilishi uchun biz nozil qilgan bu Qur'onni eng fasohatlik, eng ochiq, eng yiqimliq, eng yuksak bo'lgan sening tiling bilan osonlashtirib berdik. Ya'ni Qur'onni tushunishga va bilishga qulay, ochiq, ro'shan qilib bayon qildik. Qur'on mana mushundaq ochiq va ro'shan bayon qilingandan keyin insonlardan bir turkumi Qur'onga kafir bo'lganligi, uningga qarshilik qilganligi va bo'yin tovliq qilganligi uchun Alloh taolo payg'ambari Muhammad alayhisalomga tasalli berib, uning nusrat qozonadiganligiga va'da qilib, uni inkor qilganlarni halok qiladiganligi bilan qo'rqitib mundaq deydi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularga tushadigan azobni kutgin. Shubhisizki, ular sening halok bo'lishingni kutguchidir. Ya'ni ular kelgusida nusrat va g'alabaning kalima tayyibaning ustunlikka erishishining dunyo va oxiratda kimga mansub bo'ladiganligini bilib qoladi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, bu g'alaba va ustunlik cho'qim sana, sening payg'ambar qarindoshlaringga va sizlarga ergashgan mu'minlarga mansubdir. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq deydi. Alloh lavhil mahfuzga men va mening payg'ambarlarim cho'qim g'alaba qilamiz deb yozdi. Alloh haqiqatan kuchlidir, g'olibdir. Shak shubhisizki biz payg'ambarimizga, mu'minlarga hayoti dunyoda ve perişte payg'ambar ve mu'minlardan bendilerinin amellerine guvoh bo'ladigan, guvohchilar hozir bo'ladigan kunda albatta yordam beramiz. U kunda kafirlarning o'zlari foyda bermaydi. Ular la'natga uchraydi. Ular oxiratning azobiga duchor bo'ladi. Elhamdülillah. Şunun bilen Sure Duhan'ның tefsiri tügidi. Cemi hamd sana ve medhiye Allah Teala'ga mensuptur. Allah Teala'dan muvaffaqiyet berişini ve hatalıktan saklaşını tileyimiz.
kelar qitimda Sure Jathiya tafsiri 1-oyatidan boshlab o'qiymiz inshaalloh. Sallallahu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.